Men ish qilmoqdim. Biror narsa lozimmi? Bo'lsa dang, men og'ash kelay. Rahmat. Allah bizga bir farzand ato qilgan bo'lsa, sizga yordamlashib yukingizni yengillatgan bo'ladi. Bu-mu Allohning taqdiri. Alloh taolo mundaq degan: "Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nimani xolisa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi, xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi, yoki ularga o'g'il, qizni aralash beradi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir." Allah Taalaning bizga ato qilgan ne'matlarga shukrlar bo'lsin. Allohga omonat. Men mangdim. Allohga omonat. Allah balo qazodan saqlasin. Rahmat sizga Abdullahning dodisi. Allah duoyingni ijobat qilib, menga Abdullah ismli bir farzand ato qilg'ay, inshaalloh. Assalomu alaykum. Qanday ahvollari? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qani kelsizlar, o'tirsizlar. Yoshlarimi bir yagi berib qoldi. Yo farzandlarimi yo'q. Alloh mushundaq taqdir qilgan o'xshaydi. Qazoga rozi bo'lamiz desizlar. Yangi ichilgan darlitamdan xabarlari yo'qmi? Yo'q, buningda xabarim yo'q ekan. Undaqda men sizga deb beray. Yaqinda shahrimizda bir darlitam ichildi. Yetim bolalar shu yerda beqilyotdi. Agar xohlasizlar, shu yerdan bir bola beqivosili bo'ladi emasmi? La havla va la quvvata illa billah. Birodar, bu maslahatimni obdan o'ylashib baqsizlar. Bir balaliq bo'lib qolalar. Bu nihoyat yaxshi maslahat bo'ldi. Rahmat sizga. Mana bu darlitamning otarisi. Alloh sizga rahmat qilsin. Oy, pek yaxshi maslahat bo'pti. Biz hajab o'ylamabdik desizlar. Bir tarafdan balamiz bo'ladi, yana bir tarafdan yetimni beqilganimiz uchun Alloh taolo savob beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yetimning holidan xabar olguchi men bilan jannatda mana mushu ikki barmoqdek yaqin bo'ladi degan. Bularning hammasi ota-onasidan kichik yoshda yetim qolgan bolalar. Kela qozam. Kela. Yig'lama. Bu vaqt mehrim tushdi. Bo'ladi. Ishxonaga chiqib tizimni qo'yib, elib ketdim. Hajab tezli yaxshi ko'rib qoldingiz, Bak yaxshi ko'rib qoldim, apsi. Inshaalloh yaramliq farzand bo'lib yetishar ilohim. Ichimizdagi farzand asratini pasaytamdikin deyman. Akam Abdurahmon keldi-ku deyman. Uningga seni tuyuqsiz xo'sh qilib o'tman degan edim. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qani kela aka. Qanday xush xabardi bu deb toqitim toq bo'ldi mening. Qani kela, seni o'g'lim Abdullah bilan tanishtiray. O'g'lingmi? Qandoq siga? Sening balang yo'qdi-ku. Bu qandoq bo'lg'ini endi? Kel aka, sana boshdan so'zlab beray. Shundaq qilib, bu yetim bolani beqib oldik. Yolg'izligimizga hamroh bo'ladi ekan. Yana kelib Alloh taolo cho'ng savobmi beradi. Bundaq shaklda bola beqib olsang, to'g'ri bo'lamdiganda. Sen surishti qilib baqdingmi, Qandoq deysan? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Zayd ibn Harisni beqib olgan-ku. Shundaq beqib olgan.
Daslivida Zayd Muhammadning o'g'li deb chaqirilgan. Keyin Alloh taolo ularni dadilarining ismi bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida texmi odildir degan oyatni tushirgan. Yana Alloh taoloning mundaq oyatimi bor. Muhammad sizlarning oranglardan birisining dadisi emas. U Allohning elchisi, payg'ambarlarning oxirgisi. Bu oyatlar orqali bola beqib olish amaldan qolgan. Ammo payg'ambar alayhissalom yetimning holidan xabar olishga qiziqtirmaganmi? To'g'ri. Yetimning holidan xabar olish deganlik bo'lsa, uning yemak-ichmaklarini tayyorlab, yaxshi tarbiyalab qatori qo'yish deganlarni ko'rsatdi. Undaqda men zodi qanday qilsam bo'ladi, aka? Ismining kayniga o'z ismini emas, o'z dadisining ismini qo'shib chaqirsan. Buning dalili Alloh taolaning ularni otlarining ismi bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida eng to'g'ridir. Agar ularning otlarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning diniy qarindoshlaringlar va do'stlaringlardir degan oyati. Bu oyatning ma'nosi, agar bolaning o'z dadisi ma'lum bo'lmasa, qayerlik bo'lsa, shu yerlik bola degandek nomlar bilan atash kerak. Arxivda dadasining ismi yozilmagan ekan. Amdi buningga nima desak bo'la, aka? Undaqda Abdullohning yoki Abdurahmonning o'g'li degandek ismda chaqirayli. Chunki hammamiz Alloh taolaning bandalari. Agar bunday qilishimizga darlitamdagilar qo'shilmasa, zodi qanday qilishimiz kerak? Agar bu bolaning hayoti xavf ichida bo'lsa yoki dinsiz yetilib qilish ehtimolligi bo'lsa, bolani bequvog'uchi o'zining noposiga elivasi bo'ladi. Chunki zaruriyatlar cheklangan ishlarga yo'l qo'ydi. Agar bu zaruriyat yo'qolsa, ya'ni bolaning o'z dadasining ismi ma'lum bo'lsa, o'z familiyasi bo'yicha atash zarur. Ma'lum bo'lmasa, bolani diniy qarindishimiz deb bilsak bo'ladi. Biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Rabbimiz mag'firatingni tilaymiz. Oxir qaytadigan joyimiz sening dargohingdir. Alloh taolo hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh taolo bu belgilama orqali nasab urug'larning orlishib ketishining oldini olgan. Jamiyatda fitna chiqishining oldini olgan. Bu masala yana iqtisodiy jihatdagi haq masligi chetiladi. Bu Alloh taolaning adolati ufqi. Alloh taolaning hukmiga roziman, aka. Alloh taolo bizga taqdir qilgan barliq ishlar bizning manfaatimiz uchun. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir.